Assalomu alaykum hurmatli kabotlar ishqibozlari. Bugun mana biz Andijon shahrida mehmondamiz. Qudratullo ukamiznikidamiz. Добрый день, господа голубоводы. Сегодня мы в гостях в городе Андижан у Qudratullo. Пожалуйста, вот Qudratullo. Assalomu alaykum parvozlar, tuzuymizlar, mehmonlar, akalar Qirg'izistondan O'sh shahrida Bahram akam bilan Abdusalom akam tushibdi. Va kaptar tomosha qilgani, fikr almashtirgani. Abdusalom akam nihoyatda kuchli parvozlar. Bilim olinglar kerak bo'lsa, bu akalar g'animat, o'ta kuchli parvozlar. Maslahat so'ranglar, bilmaganinglarni o'rganinglar. Biz ham o'rganganmiz akadan maslahat so'rab. Shunga e'tiborli bo'linglar. Zot kaptallarimiz kamayib ketyapti. Oxiri kaptallarni prostoylashtirib olasizlar. Ishonmanglar, Ali Hazakam zo'rga o'xshab turadigan kaptallarga ishonmanglar. Endi men ham borini gapiraman-da. Shuning uchun ko'pchilik yomon ko'radi gibridchilar. Oxiri tugaydi, shu gibridni oxiri yo'q kaptallar. Oddiy prostoy kaptallar bular. Parvozlar, rahmat e'tiboringlar uchun, salomat bo'linglar. Ustayam masjidda o'tirib, sen o'tirib, senga mo'jna. Rahmat. To'tqushlarga anaqa qo'yishimiz kerak edi, qo'nda. Shuning uchun ustayam masjidda har kuni. Salomat bo'linglar. Bir qator kaptarlarni kirib ko'ramiz mana. Aka keling, o'tiring. Mana bu yerda qora sochlarimiz ekan. Здесь вот у нас карасачи. Mana вот этот вот самочка понравилась. Как вам? Mana mana shu moda yoqdi menga, tanlovdi modasi ekan. Eski burungashi biz O'shdan chiqqan, Qurg'atab chiqqan sochlar bo'lardi, qora soch urug' mana shu moda ekan. Bir qator mana ko'ringlar. Hatto jiyaklarni, kalla ko'rinishlarini. Mana monolar eski navdan ekan, mana shu eski urug'larni. Mana juvona shekilli. Tilla mana modami mojuvona, bag'ri qora. Moda, gulli soch moda aka. Mash kaptallarda aka tagi O'shdan tushgan aka. Bir 20 yil oldin O'shdan bir to'p qora soch tushgan, bir 50 ta 60 ta. Mash kaptallar ashi urug'lar. Bular gulli sochlar turkumiga keladi. Mana bollari ham bor. Hamma juvonalar mash kataydi. Ko'p parvozlarga to'rttadan gulligi yoqadi. Ular yangi chiqarilgan urug'lar. Bular ulardan ham oldin chiqarilgan kaptallar bular. Kaptarda yaqinroq olib keling, kallalarni olaylik. Haqiqiy Kaptarda jiyaklariga bir qator motorib parvozlar jiyaklariga mana bir qator e'tibor beramiz. Kalla tuzilishlariga, tumshug'ining qalinligiga, orqa chublariga e'tibor beramiz. Eski burungi qora sochlari mana shunaqa bo'lgan. Ko'zlari ham katta. Hozirgi gibrid kaptarlar уже bu Andijon urug'iga kirmaydi ular. O'zimiz serpar urug' bor, Andijon urug'ida ikki xil urug' bo'ladi. Kampar, serpar. Serpar urug'lar bor. Kampardan ko'ra jinday pari ko'proq bo'ladi. Lekin hozirgi qanotlari uzayib ketgan, dumlari uzayib ketgan, oyoqlarning orasidagi nimasi rastoyaniyasi kichkina kaptarlarda tumshuqlari ingichkalashib ketgan u gibrid kaptarlar. Andijon urug'i emas ular. Ehtiyot qilinglar. Andijon urug' kaptar yo'qolib ketyapti. Mana parvozlar, mashilar qora soch, sizlar yaxshi ko'radigan yelkasida to'rttadan guli bor, sochlar bor, ashlardan ham oldin chiqarilgan urug'lar. Men o'zim obzor qilmayotgandim, Abdusalom akamga doim zilonni mana shu bahona mana obzor ketyapti, mana qaranglar. Mana ko'rinish eski oddiy oldingi ko'rinishlardan parvozlar, yangi ko'rinish emasda. Yelkasida to'rttadan guli bor sochlar yangi ko'rinish bo'ladi. Yana bitta sizlarga bitta maska ham, moda ham bor. Mana ko'rinish ham parvozlar. Oldingi ko'rinishdan maska, moda qaranglar, приятный kaptalar. Ma'dagi gullarini ko'ringlar. Maska, bular ham to'rttadan guli bor, yelkasida to'rttadan guli bor urug'lardan ham oldin chiqarilgan urug'lar. Hani ko'p parvozlarda bilimsizlar birlashib qolganda, shuning uchun Abdusalom akam bilan mana ko'rishib qoldik, bir qator video qilib tushuntirib qo'yapmiz. Mana zot kallani ko'ringlar, приятный. Kerak bo'lsa oq modalarda yo'q mana kalla. Приятный. И mana qora soch.
Katta muhteşem film buraya. Xullas. Şöyle. Şimdi to'rttasida shu ketdi. Modan, mashina moda. Mashina odamni yoz ko'rsatdim katta parvozlarga. Ko'rsatdingizmi ayting, mashinalar haqiqiy zotlar. Eng qimmat ulug'lar mana mashinalar hisoblanadi. Так, господа голубоводы, вот это у нас сачи, вот я вот эту самку я особенно хочу показать еще раз. Это у нас вот старые породы сачи, вот такие были. Сейчас голуби, которые с длинными крыльями, с длинными хвостами, у которых на голове пух, это уже не андижанская порода считается, это уже новый гибрид породы. Нужно быть осторожным. Вот держите вот такие голуби, вот, пожалуйста, обратите внимание на форму головы, вот эту голубку, вот самочка, вот карасач. Это у нас в Лашево раньше были вот такие голуби, это Фуркат андижанский, Саша привез вот этот зад, эту масть. Вот сейчас в Андижане сохранилось вот это. Можете внимание, обратите внимание. Hozir Marg'ilonga bitta maska moda berib yubordik. Munosabatlarni o'g'lini berib yubordik. Hozir ketdi Marg'ilonga. Ketdi hozir 1 soatda Marg'ilonda bo'ladi. Mashkaptarni Marg'ilonda ham ko'payyapti parvozlar. Mana hozirgi parvozlar mana qora sochli yaxshi ko'rinishadi. Mana to'rt yelkasida guli bor. Mana Mashindan yana 2-3 ta chiqib qolsa, hozirgi parvozlar uchun mash qora soch deyiladi. Kerak bo'lsa, mana hamma yo'g'i chiroyli, uni o'zimni kaptarim tan olaman. Sababi bu yerda parvozlar kaptarni o'zini pari ham bo'lish kerak. Mana mashlar hammasi qora sochli pari, o'zini pari. Kallasi ham, tumshug'i ham, mana gullari ham o'zini guli kaptarni. Mana hozir mash kaptar hammaga yoqadi. Hozirgi yangi parvozlarga. Sababi yelkasida guli bor. Shuni qora soch deyishadi. Gapi to'g'ri, uni tan olaman, qora soch. Endi yana bitta tomoni bor parvozlar. Mana. Kaptan ko'rsatdi. Bu morollar. Mana mashina ham sizlarga yoqadigan kaptan, qora soch. Serguli bu. Bu serguli. Serguli. Mana hozir mashi kaptallardan parvozlar, mono kaptallar oldin chiqarilgan kaptallar. Birinchi mashi kaptallar bilan maska kaptallar moda bo'lgan. Keyin bularni tagidan pallani olish davrida mono qora manaqa sochlar chiqib kelgan. Bu sochlar o'zi aslida 80 yil, 70 yil, 90 yilda bu yoqda chiqib kelgan kaptallar. Chiqarilgan kaptallar. Endi bularni pallash davomida mashinaga gulli sochlar ham chiqib kela oladi. Anaqa sochlar ham chiqib kela oladi. Mashinalar mashina tagidan chiqqan. Mana hammaga yoqadigan kaptallar. Qaranglar, mana mashina ham juvon. Mashina ham juvona kaptal, mana dumini endi tashlayapti. Endi qaranglar, bu yoppa gul. Bu yoppa gul sochlar. Bu ham chiroyli, o'zgacha kaptal. Endi buni gulini ozartirish uchun bu gulli kaptallar shunaqa bo'ladiki, qaysi gulli kaptal modaga kirsa, bularni mashina qilib mana qora zaqqa pallasak, toza qora zaqqa. Qora soch urug' qora zaqqa. Ha, qora soch urug'qa. Qani gibridga pallanmaydi, ularga tushmaydi, ular aynitadi kaptal. To'rttadan guli bor, sochlar chiqib kela oladi, sizlarga yoqadigan. Endi bunaqa qorazoq urug'lar ham ikki xil bo'ladi. Qorazoq urug' kaptarimizda Andijon zotida qora soch urug' qorazog'i bo'ladi, lekin o'zimiz qora urug' qorazog'i bo'ladi. Shuning uchun ajratib turib, qora urug'ni sochlarga urib bo'lmaydi, qora soch urug' qoralarni urish kerak. Agar qora urug'ni urib qo'ysak, ayni tuqadi qora sochlarimizni. Masalan, mana gulli kaptallar turkumiga kiradi. Chiqisi yo'q aka. Mana shu sizlarga yoqmasligi mumkin. Misol mash kaptar. Lekin mash kaptar kerak bo'lsa sizlarda yelkasida 4 tadan guli bor, qora soch deysizlar, ash kaptardan 100 barobar kuchli kaptar kerak bo'lsa. Sababi buni endi dumi oq ekan, o'zi oq ekan deyishinglar mumkin. U endi bilimi sababi moni pari toza. Pari toza. Mana pari qora sochli o'zini pari. Endi buni bilimi yuqori parvozlar ajrata oladi. Mana par kerak bo'lsa sizlarda yelkasida 4 tadan guli bor qora sochlarni dan toza kaptar. Mana shu sizlar aytgan qora sochni chiqarib bera oladi. Mana shunaqa urug'lar, gulli sochlar turkumiga kiradi. Bular gulli kaptallar qilib chiqarilgan sochlar bilan chillar. Shuning uchun parvozlar
Shunisiga e'tibor berasizlar. Bular tagi shu.